Kıyamet gününde dozaq ahlinden bolgan, biroq mına dünyadagi eng baxtli adamlardan bolgan adamda kelip dozaqqa bir salib chiqarib deydi. Men sana dünyada qanday nimet berdim. Men sana dünyada qanday nimettin janından sen öttün dese, mаған sen dünyada hech qanday yaxshilik bergen joqsun deydi. Men hech qanday nimet yaxshiliqning janından ötken joqpun deydi. Bir salib chiqarib. Endi bir namazga 80 yıl azap bo'lатын bo'lsa qalay bo'ladi? Bir kun aytadi, Abdug'appar degan ilim sizlarga va'z qilib turadi keydi. Sonra Abdug'appar degan ilimni aytadi. Sen yana Abdug'appar degan ilimni deydi, bizni 5 yil dozaqqa kirgizib chiqardi. Endi qattiq aytdi deydi, degan so'zni aytib o'tirdi endi. Men aytdim, biz dedim sizlarga dedim jengil aytamiz dedim. So'zni siz dedim, sol biz jengil aytganimizni eshitib, sizlar dedim dozaqqa kirib ketganlaringiz yaxshimi? Yo'q, uni qattiq aytganlarini eshitib, amal qilib jannatga kirgan